Aka! Aka! Uydamisiz? Ha, Obid, tinchlikmi keyin? Nima bo'ldi? Yo, siz meni sinishimni xohlaysizmi? Ishim orqaga ketsa sizga yaxshimi? Bu nima deganing? Tushuntirib gapir. Xullas, birdan bu oy savdo tushdi. Pul berish kerak bo'lgan odamlar ham o'z-o'zidan birdan yo'q bo'lib qoldi. Xo'p, lekin meni nima aybim bor? O'tgan safar ishchilardan pul chiqarib yubordim. Ukamni ham ro'zg'ori katta, o'ziga ishlatsin deb qaytarib yuboribsiz. Meni hamma narsam yetarli bo'lganiga. Aka, sizga pul berishim uchun nimadirga muhtoj bo'lishingiz kerakmi? Yo jigarchilikni qadriga yetishimiz uchun birontamiz o'lishimiz kerakmi? Yo, lekin pulim bor edi. Amaki qo'shimizda o'g'lidachi katta veli bor. Menga ham katta veli olib bering. Jiyan, men hozir ishga ketishim kerak. Velikni senga dadang olib beradi, bo'ptimi? Dadam puli yo'q. Olib berolmaydilar. To'xta, voy esim qursin. Aka, mana bu oyga biznesdan ulushingiz. Beraman deb esimdan chiqib qopti. Buni olib qo'yasiz. Urra, endi dadamga pullar bor. Yes, endi qo'g'ircha olamiz. Uka, o'zingni oilang, bola chaqangga ishlatsang-chi. Aka, oilada barakani bir kishiga berar ekan. Sizni, opa-ukalarimizni ham rizqini menga qo'shib beryapti. Aytganday, bu opamniki, bu ukamniki. Ularga ham siz berib qo'yasiz. Siz bersangiz boshqacha bo'ladi. Ukajon, joning omon bo'lsin. Ja, o'ylamang. Unaqa sizni yaxshi ko'rganimdan emas. Pul topayotgan odam aka-ukalarga ziqnalik qilib bermasa, barakani undan olib oiladagi boshqa birontasiga berar ekan. Barakam o'zimdan ketib qolmasin deb beryapman. Bo'pti. Boringga shukr, ukam. Kichkinaligida bir mayizni bo'lib yegan aka-uka, opa-singillarni ulg'ayganda dunyoni bor boyligi ham ularni jigarchiligini uzolmasin deganlar bitta like bosib qo'yamiz. Aka, uka, aziz opa, singillari